Sputnik'ten 2 etaj hovli joyimiz sotib chiqdi. Qarang, oldina 630 mashina qo'yish uchun parkovka zonasi, zilonli zonasi, ibedan 18-28 ish o'tadi. Zebra do'koni orqasi bozlashlik desangiz ham bo'ladi. Damir eshik girishimiz bilan dalon, kattagina dalon, bu tarafda listisa joylashgan, lyustralar, patologlarimiz natujnoy, gipsokardon, iberimizda ummanliki, bu tarafimizda esa garderobning shkaf joylashgan. Elektrik shitlari shu yerda joylashgan, ko'rib turganingizdek. Bu tarafimizda o'tadigan bo'lsak, bu yonimizda kuxni, yani kuxni mebellar ham cho'tkati taxlaganlar. Gaz plitasi deysizmi, ummanlikni. Voy, bunday xillar ham bayna. Bu yerimizda esa kotyol joylashgan, ko'kontenli kotyol. Bu tarafimizda esa sanuzel. Ko'rib turganingizdek, hamma sharoiti bor. Endi kuxning bu tarafida spalni, iberimizda ham spalni bor. Qarang. Patologlari bilinadigan patologlar endi zo'r. Aynasi bog'a qaragan. Endi bu tarafimizga kuzatib qarang. Yanimizda ham spalni. Mana aynasi dalona qaragan. Bog'ni ko'rsatadigan bo'lsam sizga. Qarang, bog' tarafi chiqqanizdek, shunday ziloniy zonasi bor. Ayda shashik-pashikdan qilib beraverasiz. Keling, endi siz bilan ikkinchi etajni ko'rsataman. Bu listitsamiz quyma, ustidan MDF bilan obshipka qilingan, chiroyli deb bit bilan. Shu listitsadan chiqqanimizdan bu tarafda xonalar bo'linadi. Listitsaning to'g'risida bir spalni, aynasi bog'ga qaragan. Ya'ni lyustralar qo'yilgan, natujnoy patolog, oboydan chiqib turibdi, oyog'imiz teyil laminat. Bu yerda esa zali. Kattagina zali bor. Ya'ni turganingizdek, oboy, polni. Lyustrani kattasidan qo'yganlar. 2 dona aynasi oldina qarab turibdi. Patologimiz natujnoy davaraki gipsokardon. Eshiklarni ham yaxshisidan qo'yganlar, sifatli eshiklardan qo'yib berganlar. Koridorning to'rinda sanuzel, ya'ni ikkinchi etajdan ham sanuzelimiz bor. Vitishkalar ishlab turibdi. Ibera bir garderobni o'tib berasiz, o'tirib. Bu tarafimizda yana bir spalnisi bor. Ya'ni ko'rib turganingizdek, aynasi orqasidan qaragan. Shunda dapada 2 spalni, bir zal, bir sanuzel, garderobchingiz bor. Pastki etajimizda esa 2 spalnisi bor, daloni bor, kuxnisi, bir dona sanuzel. Kvadrat metri 110, pulni keladigan bo'lsak, puli 730 million so'm. Galshindan yeri bor. Albatta, shu ekrandagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizga aloqa chiqing. Keyingi videoda ko'rishguncha. Buni qo'yishni yoddan chiqarmang.